Chunki yoshlarimiz qarzga juda ham bee'tibor bo'lib ketgan. Bizning zamonamizda yoshlarni boshini shunday aylantirishyaptiki, qarzga qanday kirganini bilmay qolyapti. Ko'rpangga qarab oyog'ini uzat degan maqol bo'lardi. Bu maqollar o'shim aktualli bo'lmay qo'ydi. U olgan qarzini beradigan daromad manbai yo'q. Bir gap bo'lar olaver deydi. Hamma olyapti-yu deydi. Tushunarliga bu darslarimizdan biz yoshlarni qarzga bo'lgan munosabatini o'zgartirishni xohlayapmiz. Abu Qatoda roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarning oldida turib, Alloh yo'lidagi jihad va Allohga iymon keltirishlik eng afzal amal ekanligini aytdilar. Ya Rasululloh, aytingchi dedi bir kishi. Agar Alloh yo'lida o'ldirilsam, gunohlarim kechiriladimi? Rasululloh, ha, agar Alloh yo'lida o'ldirilsang, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda o'tsang, xatolaring kechiriladi.